akalar yana qassob akamizni ushlab oldik va uni yaqinlari bilan ro'za ayyomlari bilan yaxshi ko'rishligini aytib beradilar. Ha, qayerda tinchmisiz? Uydami? Ro'za Ramazon oylarida baxtimga sog' bo'lgan, seni yaxshi ko'raman. Sog' bo'lgan, joniga turguncha turgun. Biz hozir akajondan, opajonlardan so'raymiz. Ro'za Ramazon oylarida onajonlardan, ayollardan yaxshi ko'rishlarini yoki yana qilishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum aka. Biron bir insoningizga, yaqin insoningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Xotinimga qilib. Ha, nima qilyapsan? Savdo qilyapsan? Ha, shu yaxshi ko'rishimni aytaman dedim-da. Qancha? Ha? Nima ya? Nima dardim ayting-chi? Ey! Nima gapirmaysiz? Sen yaxshi ko'raman dedim. Ilohim shunday bo'lsa opajon, oxirigacha ko'rsatmasin sevgilaringga. Avjiga chiqib ketdik qo'y. Rahmat. Assalomu alaykum. Mumkinmi sizni kameraga? Onangizlargami, biron bir adangizlarga telefon qilib, yaxshi ko'rishingizni aytsangiz bo'ladimi? Kuniga aytaman. Berib ayting, mayli. Kuniga aytsangiz qancha aytsangiz ham kam ota onaga. Yaxshi ko'rishingizni. Suksalar bo'lmaysizlar. Alo. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Charchamadingmi dada? Ha, bilmadim. Ha, tinch. Sizni yaxshi ko'raman demoqchi edim. Ha, tinchmi? Ha, zakaz chiqib qoldi dada. Ha, Zakaz chiqib qoldi, zakaz. yaxshi ko'rishingizni ham bilamsiz? Ha, shuni yana aytib qo'ya deyapman-da. Ha, aytishni aytaman. Dilda saqlasang yurakda bor. Shunday. Biz mana bu opamiz oldiga keldik. Opamiz, yaxshimisiz opa? Barakangizni bersin, ro'za ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Siz hozir elda bozorda ichida viktorina o'tkazmoqchi edik. Telefon qilasiz, ayolingiz, eringizmi yoki ukangizmi, o'g'lingizmi? Shuni yaxshi ko'rishingizni aytishingiz kerak, shu. Iloji bormi? Telefonni olasiz. Xohlagan bir insoningizga. Ayo. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ayo. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Salom, yaxshi ko'raman. Bolalaringizni Rahmat, ayojon, sog' bo'ling, baxtimizga hojona bo'lavering, ilohim. Rahmat, ayojon. Insonlar mehr oqibat qochgan payti mehr oqibatni shu tariqada opamizga kim edi bu? Onajonasi. Onajonlarga. Alo. Onagina? Sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling, sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Bayramlar bilan tabriklab qo'ying. Bayramlar bilan tabriklab qo'yapti onagina. Sizni yaxshi ko'raman onagina. Baxtimga sog' bo'ling har doim. Rahmat. Rahmat. Rahmat, sizni ham yaxshi ko'raman. Yo'limizda davom etamiz.
Qani? Mana bu opadan so'raymiz. Assalomu alaykum opajon. Mumkinmi sizni videoga? Biron bir insoningizga telefon qilib, sizni yaxshi ko'rishni dilingizni bildirasiz. Telefon qilasiz, telefoningizni olasiz. Xohlagan bir insonga telefon qilib, xohlagan xo'jayingiz, xohlagan onajoningiz, adajoningizlarga, akajoningiz. Telefonda oling, mumkin bo'lsa. Ham bo'ldi, otajonlar, hamisha baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Ruchka qo'yasiz. Odamlar shodlanadi, demak. Yaxshi insonlar baxtimizga, otajonlarimiz baxtiga sog' bo'lsin. Kadr uzilmayapti aziz do'stlar, kadr uzilmayapti. Otalar ko'tarmanlar ayrim sabablarga, hozir opalariga telefon qilib. Kim? Ha, apalariga qilyaptilar. Apajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Yaxshimisiz? Men sizni yaxshi ko'raman. O'zim shunga sizni yaxshi ko'rishligimni aytyapman-da sizga. Sog' bo'ling har doim. Men sizni haqiqatan ham yaxshi ko'raman. Xo'ringizga shukr, sog' bo'ling siz. Assalomu alaykum aziz hurmatli izleyiciler. Men bir opam oldiga bir kelib opam tanish opamni. Apa assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamadingizmi? Men nima so'ramoqchi edim sizdan. Bir onangizgami, xo'jayingizgami telefon qilib yaxshi ko'raman deya olasizmi? Ha, telefon qiling bo'lmasa. Ayamga telefon qilaman. Bo'ldi, qiling onajoningizga. Assalomu alaykum. Yotibsizmi? Lechinilaringizni oldingizmi? Lechinilaringizni oldingizmi deyman? Men sizni yaxshi ko'raman dada. Sizni yaxshi ko'raman deyman. Sog' bo'ling baxtimizga. Dunyo turguncha turing. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling dada. Ha, tinchlik. Bo'pti. Yaxshi ko'raman akalar. Kelinglar, kamera yaqinroq olib keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Apa, keling bir tabriklaymiz. Xo'jayingizni, ayizingizni, dadangizni bir suyunch telefonda tabriklang bir. Nima deysiz? Yo, sizda. Sizga o'king. Ayizingizni tabriklang. Masam yaxshi ko'raman. Birontaga qo'ying. Men sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Alo. Hamma sizni yaxshi ko'raman-da. Baxtingizga sog' bo'ling. Dilam bo'lsa apamiz mana xo'jaylariga yaxshi ko'raman dedilar. Ularga sog' bo'lsinlar, boshqa o'ylasin boshqa. Nima deb qolamiz? Sog' bo'ling, inshaalloh. Bo'ling boshqa.